Elon Musk'ni kim tuqqan? Kimning balasıymış zadi? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Elon Musk'ning hikoyasini ko'pincha to'liq angladik. Undaqda Elon Musk'ning opsi May Musk'ning hikoyasini anglab baqqanlarmi bormi? Bu May Musk'ning 3 balasi bo'lib, uchinchisi dunyodagi katta boy utuq qozongan kishilarga aylangan. Albatta bularning orasidagi eng nom qozongani hammamizga tunishliq Elon Musk. May Musk Janubiy Afrikada yashagan. Lekin bu ayol bu Janubiy Afrikada yashab oppoq turibdiga kuyib ketmay. 15 yaşından başlaplar kasbiy modellik sohasiga qadam qo'ygan. 21 yaşga kirgandilar Janubiy Afrika güzel bo'lib bağlangan. Shuning bilan bu May Musk hamma akshining ko'zi tushib, sho'lgaylarni eqtib, uyga to'xtamay elchi kirib, shuning bilan keyingi yillar bu May Musk to'y qilib ketgan. Lekin uning deyishicha bu to'y qilgandan keyin uda 9 yil oila zo'ravonligiga uchrab kelgan. Oxiri chidamay erdan ajrashib, 3 bolasini elib başka devlet, başka yapılarga kelib sarsallik turmushini boshlagan. 60 yoshga kirgan yili yana o'zining qiyrig'ini tambamay, o'zining shu koni kasbiy modellik kasbiga qaytalardan yana yurish qilgan. 69 yoshga kirganda mana endi dunyodagi darajadan tashqari modellar qatoriga o'tgan. 71 yoshga kirgan vaqtda o'z hayotidagi eng parlaq, eng igiz, yorqin nuqtaga chiqqan va shu vaqtning o'zida o'z hayotini tasvirlagan Hayot Üzümning, ya'ni Renshon Yo nomli kitobini nashr qilgan. Endi bu kitobda o'zining bu 3 bolasini qanday beqib tarbiyalab chiqqanligi, o'z hayot kechirmishlaridagi bir qism turmush savotlari, bugungi muvaffaqiyatlarga qanday erishganligi to'g'risidagi mazmunlar shunday yozib qoldirilgan. Burun anglaydiq, boyning bolasimi boy bo'ldi deb. Boyning opsimi boy bo'ldi ekan. Undaqda sizlarcha Elon Muskning shunday dunyoviy boy bo'lishiga buning opsining bevositasi balki opsining tarbiyalaganligi baqqanligi bu. Undaqda 60 yoshdan keyin Elon Muskning opsining mush modellar sohasida o'z kasbida muvaffaqiyat qozonib, mushunday darajadan tashqari model bo'lib ketishida endi Elon Muskning ta'siri va foydali rol bormi yo'q? Endi bu kitob har bir onalarimizning, ona bo'lish oldidagi ayollarimizning chuqur bir qatim o'qib beqishi arziydigan va erlar kashki gul shokolad so'qinmay, so'qilish zarur bo'lgan bir kitob deb o'ylayman. Bu kitobni ostidagi seriya qaroqqa esib qo'ydim. Yoqtirgan do'stlar ko'rib beqinglar. Rahmat.